Assalomu alaykum, qadr baland, qadrdonlarim. Bugun 2026-yilning 6-fevral sanasida mana sizlar bilan yana bir Maftuna brendi kanalida ko'rishib turganimdan xursandman. Hozir kechki ovqatga oson, go'shtsiz, tez tayyor bo'ladigan mosh kichiri qilmoqchiman. Buning uchun mana piyoz to'g'rab oldim, sabzi maydaroq, guruch va mosh. Bularni birin-ketinlikda qovuramiz. Mana yog'imizni so'raganmiz. Hov. Hurmatli kuzatuvchilar, yog' soldim, bir cho'mchdan ko'proq yog'li bo'lsa shirin bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Haligiga bor deb, lekin vaqtini qilmadi, jahlim chiqdi lekin. Kecha Sadiyaboning videosini qo'yganimda ko'pchilik bizda ham bo'lgan deb yozishdi. Demak, men yolg'iz ona emas ekanman. To'g'ri, hamma yoshlikda bo'ladi albatta. Eng yosh bolada ham shunaqa bo'lib turadi menimcha. Go'shtsiz lekin shirin ovqat bo'ladi bu. Moshlarimiz tozalaymiz hozir. Kirpay. Mana bu ovqat qilishingizdan to ovqat bo'lgunga qadar eng oson so'rovlardan Ixlos surasini Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad deb aytib tursak, ovqatimiz 100% shirin chiqadi. Shuning uchun har doim ichingizda mana shu surani aytib turishingiz kerak ekan. Har bir ayol kishi Bismillahirrohmanirrohim deb aytganimizdan so'ng mana shu surani aytsak, ovqatimiz shirin chiqmasdan qo'ymaydi. Mana bunaqa turklar bilan bu qishda moshli ovqatlar juda ham kuchli, kaloriyali bo'ladi. Agar unga yana go'sht solsa, yana ham zo'r bo'ladi. Moshimizni tozalaymiz endi. Ichida tosh-bosh keraksiz narsalari bo'lsa, olib tashlaymiz. Ha, Ozoda. O'ynayaptimi? Şarkı var. Doşa soğukta şarkı olmadı. Bunu koyalım. Endi tillaranga kirdi. Har qo'yamiz. Piyozimizdan yaxshilab qovurish kerak. Kartoshka solsa ham bo'ladi, lekin solmadim men kartoshka.
Ozgina uni to'g'raymiz, azamat. Oson usulda yeyish tayyor bo'ladi. Juda ko'pchilik meni chetdan turib kuzatadiganlar kelib magazinga xarid qilishyapti obunachilarimizdan. Rossiyadan kuzatayotgandim. Hozir keldim, qizim. Yosh kattalarga nafaqat bunday deb izlab ko'rishib ketyapti. Onaxonlar, opalar. Rahmat hammalaringizga. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Rossa ham chiroyli qovurilyapti. Hurmatli kuzatuvchilar. Ko'rinyaptimi yaxshi? Qizil. O'zimizdan yoshligimizda ishkanliklarni qilganmiz albatta. Esimda to'rt yoshimdami? Menimcha hamma bu yoshligida bo'lgan oldingi pokoleniyadagilar biladi. Yoz paytlarida kichkina arzon shampunchalar bo'lardi. Eslaringizda bo'lsa agar juda ham kichkina. Mana shu уксусni idishiga o'xshagan, mana ichida tugab qolgan o'shanaqa idishga o'xshash shampunchalar bo'lardi, arzon shampunchalar. O'sha shampunchalardan oyoq kiyim tikadigan bigiz bo'ladi-yu, o'shani teshib suv sepish o'ynardik. O'shanaqa qilaman deganimda yana tuz solamiz. Qo'limga kirib ketganda ayam aytadi, yugurib yig'lab chiqayapsan deydi. Ayam ko'chada bo'lganmi, qo'shninikida bo'lganmi, chiqib men deydi sichqonni bir bola qo'limni tishlab olgan deb deydi, qo'rqib ketibman deydi-da. Haligacha eslaydi. Keyin mana bu qo'limni ham aytaman hozir sizlarga. Suv soldim hozir. Endi hozir gap kelganda aytyapman-da. Mana bu qo'lim sog'lom qo'l mana. Shunaqa bo'lgan. Keyin mana bu qo'lim mana.
ko'rinyaptimi? Xunuk bo'lib qolgan. Ayamga aytardim, aya shu qo'limni operatsiya qilib mana shunga o'xshab to'g'rilataman derdim. Qo'y bolam nima qilasan derdi katta qiz bo'lganimda. Xunuk bu, qarang derdim. Bu tirnoq mana bu shunday mana bu yog'iga bo'rtib chiqib qolgan mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz. O'sha qo'limni mana bu barmog'imni darvozamni shunaqa yomon ediki, kelib birdan yopilar edi. Qo'lim qisib qolganda, necha yosh bo'lganman, 3 yosh bo'lganmanmi, men 4 yosh bo'lganman. Qisib qolgan, ayam to'g'rilab go'sht chiqib ketgan deydi. O'shanda mana bu yer et qoplab ketgan ekan. Shu qo'lim shunaqa unikcha bo'lib qolgan mana bunisiga qaraganda. Mana bu yerga et yopilib ketgan. Tirnoqim shuning uchun kalta bo'lib qolgan. Shunaqa menimcha hammani yoshligida bo'ladi bunaqa ishkalliklar. Imronimiz ham qanaqa qilgandi yaqinda burniga munchoq kirib ketgan. Ozoda ham shunaqa bo'lgan. Burniga munchoq kirib, uni olganmiz keyin. Bu bir qaynab olgandan keyin moshimizni yaxshilab yuvib solamiz. Keyin mosh yorilgandan keyin guruchimizni solamiz. Tayyor bo'ladi ovqatimiz keyin. Qaynashini kutamiz, hurmatli kuzatuvchilar. Qaynayapti, endi solamiz moshini. Mosh yorilgandan keyin guruchimizni solamiz. Mosh yorildi, endi guruchimizni solamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ovqatimiz salkam pishay dedik. Guruchimizni kamroq soldim, chunki moshli bo'lganini yaxshi ko'raman men. Uydagilar ham shunday. Lekin bizning ayamning uyida kamroq qilinadi bu. Moshkichir. Imron tushpasga. Yo'q. Jim tur Ozoda. Nega yig'latyapsan? Bo'l so'skang ko'r. Na, hayır. Ha, bo'ldi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bankalarimni mana yopgan edim, no'xatlik salat. Rosa ham zo'r, buni ovqat o'rnida ham yesa bo'ladi. Mana turplarini ham tayyorlab qo'yganman. Ovqatimiz pishgan, hozir salatlar solib tayyorlayapman. Mana no'xatchalari yumshoq. No'xatlari mana yumshoq bo'lib ketgan. Buni bemalol isitib yesa ham, shunday yesa ham ovqat o'rnida ketaveradigan narsa. Mana juda ham ranglarini qarang. Yegan sari yeging kelar. Rahmat oyi deging kelar. Bu salatni men onajonimdan o'rganganman, hurmatli kuzatuvchilar. Retsepti kerak bo'lsa, kanalimda bor. Mana. Juda chiroyli. Mana hurmatli kuzatuvchilar, moshkichirimiz pishdi. Mana bunaqa salatlar bilan, turplar bilan mazza qilib yeymiz. Qishni kunida go'shtsiz bo'lsa ham mana shu juda ham kuchli ovqat hisoblanadi. Mosh juda ham issiq ovqat qishga.
Hammalaringizga xayrli kech, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Yanagi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Hammalaringizni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Maftuna brendi kanalini shunchaki kuzatayotganlar, obuna bo'lib kuzatinglar. Xayr. Mana. O'zida qizim hormang endi. Salomat bo'laymi? Ha? Kulyapti. Men ovqat qildim. O'zida mana idish yuvyapti. Mana ko'pirtirib. Hali bular chayadi 2 martalab, ha? Qizim. Charchama qizim mana. Zo'r uy bekasi bo'ladi o'zida ham hali xudo xolasa. Menga yordam berasan qizim, sal katta bo'lsang ham? Ha? Ay, o'tiring. Buni ham ko'k bor, keyin boshqa suv qilasan-da yuvasan. Asta. Sal kichkinalik qiladi o'zida. Oy. Hurmatli kuzatuvchilar, o'zida ko'pirtirib idishlarni yuvmoqda. Mana.